Ba'zi paytda namozni o'qib, ro'zani tutib, umraga borib, hali o'zgarmagan odamlar bor. Ibodatni qilyapti, o'zgarmayapti. İnsonni ichi o'zgarishi kerak, tashi emas. Tashqi ko'rinishlikni o'zgartirishlik juda ham oson. Yomon kiyimlarni kiyib olsa, xunuk bo'lib qoladi. Bir chiroyliroq kiyimni kiyib olsa, chiroyli bo'lib qoladi. Tashqari ko'rinishga Alloh taolo qaramaydi. Alloh taolo sizlarning jismlaringga qaramaydi. Alloh taolo sizlarning suratlaringga qaramaydi. Alloh taolo sizlarning qalbingizga qaraydi va amalingizga qaraydi deyapti. Namoz o'qib, ro'za tutib yoki boshqa qilib o'zgara olmagan odam husnul xuluq bilan o'zgarish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men bu go'zal xulqlarni qayta mukammal qilish uchun yuborildim dedilar. Go'zal xulqni yana ham mukammal qilish uchun yuborildim dedilar.